Türkistonlu qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Sharq Turkiston Sürgündü hökumətinin Tashqi ishlar və Bexatarlik ministri Salih Xudoyor əpəndi 5 sentyabr kuni muhacirətdə yaşayotgan Sharq Turkistonluqlarni, bo'libmi Amerikada yaşayotgan Sharq Turkistonluqlarni 12-13 sentyabr kunlari Sharq Turkiston uchun lobbichilik qilish faoliyati olib berishga chaqirdi. Salih Xudoyor əpəndining chaqiriqini o'z og'zidan anglag'aysizlar. Assalamu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammanglarniki mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Xili vaqt bo'ldi, uzun vaqt bo'ldi so'z qilmaganimga. Bugungi so'z qilishimning sababi xalqimizni, bo'libmi Amerikadagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni harakat uchun chaqiriq qilish. Yani Sharq Turkiston lobby günü aldığımızdaki şu 9. ayınki 12'si ve 13'si de Sharq Turkiston için 2 günlük şu Amerika'nın parlamentida lobbylik faaliyet yapıyoruz. Ve bu faaliyet mühim. Bunu arıcılık kılışımız gerek. Xuddi Tibetlikildek. Bu tünci yılımız buludu ve bundan keyinki yıllarda mı devam kılımız. Tibetliklerninki nima uchun Tibetlik davası, Sharq Turkiston davası qaraganda xeli ilgir desek, çünkü Tibet xalqi ve teşkilatları aktiflik bilan lobbychilik qiladi. Ve biz bazı teşkilatlarımız lobbychilik qilsimi, bununla asasen xalqimiz bununla lobbychilikka köp qatnaşmaganligi tüpeyledin bizninki davasımız ve lobbychilik faaliyetlerimiz başkalarga qaraganda acizroq. Shuning uchun xalqimizninki majburiyati bu bizimiz iyi chiqmasak boshqasi biz uchun iyi chiqmaydi aziz qarindoshlar. Shuning uchun hammamiz bo'lib Amerikadagi qarindoshlarimiz mushu oldimizdagi 9. ayının 12'si ve 13'si günü mushu Sharq Turkiston uchun lobbychilik faoliyati yapishinglarni chaqiriq qilamiz. Mushu Virginia, Maryland, DC atrofidagi qarindoshlarniki vaqtinglarni 3 kun bo'lsinmi, vaqtinglarni bir necha soat bo'lsinmi, vaqtinglarni chiqarib agar 100 tarani biz bilan mushu lobbychilik faoliyat yapiralasanglar texmi yaxshi. Agar mumkin bo'lmasa, eng az deganda biz şu qila oladiganimiz parlament a'zolarimizni, yani har state'ninki 2 ta senatori bor va har bir rayonniki bir parlament a'zosi, yani congressman yoki congresswoman yoki representative bor. Shuning uchun barliq qarindoshlar bu kunda Amerikaning nerede bo'lishidan qat'iy nazar eng az deganda bir yamancıq kesse bir 10-15 minut vaqtinglar ketadi. Şu 10-15 minut vaqtinglarni chiqarib, şu üzerindeki 2 senatorga telefon qilib, bizga aloqador, yani Sharq Turkiston va Uyg'urlar aloqador az deganda parlamentda o'tirilib qo'yilgan va texnik o'tmagan az deganda bir 5-6 qonun bor. Bu qonunlarni qo'llashini va o'tkazishini talab qilishimiz kerak. Aziz qarindoshlar. Va onundan sirt Sharq Turkistonni xuddi Tibetga o'xshash besilib olgan davlat deb e'tirof qilishini, e'tirof qildigan bir resolution yoki qonun loyihasini, qonun o'tirib qo'yishini talab qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Shuningga hozir parlamentdagi bor qonunlarni sanab o'tsak, birinchisi eng muhimi bu Uyghur siyasi kanunu, Uyghur Policy Act. Bununki 2. ayda o parlamentninki House tarafından, yani Uyghur çizimdeydi o. Avam Palata demdi. Avam Palata tarafından ötküzüldü. Lakin Kengeş Palata, yani Senat tarafından tek ötmedi. Tek oturuğu resmi koyulmadı.
Şunun için sizler her bir senatoringlarga telefon qilib, şunun ishxonasiga telefon qilib, shu 12-si va 13-chi kunida shu Uyghur Policy Act S1252 ni qo'llashini va ovoz qo'shishini va shuni qo'llashini talab qilishinglar kerak va shu nima bu S1252 da nima special coordinatorni shart qilishini, special coordinatorni qo'shishini talab qilishinglar kerak aziz qarindoshlar. Chunki bu special coordinator masalan Tibetliklarning davosiga, masalan Tibetlik masalasiga Tashqi ishlar ministrligida maxsus Tibetning masalasini hal qiladigan, Tibetga aloqador ishlarni hal qiladigan bir ishxona bor. Tibet 97-yildan tortib bu bor. 97-yildan tortib bizningki burun qilami buni talab qilib kelganlar bor. Sharq Turkiston davosini qilayotganlar. Ya'ni haqiqiy Sharq Turkiston mustaqillik davosini qilayotganlar buni 97-yildan tortib talab qilib keldi va buni surgun hukumat hozir necha yilning yozi davom qilib kelyapti va buni Avam palatada shundoq o'tkazildi, ammo Kengash palatanikida bu nimasi yo'q, ammo buni shart qilishimiz kerak. Buni qo'shishinglarni talab qilamiz. Bu biz uchun nihoyat zarur deb shu telefonni ko'rishgan vaqtingizda shu senatoringlarga buni yetkazishinglar kerak. Undan sirt parlament a'zolaringlar bilan ko'rishgan vaqtda yana nurg'un qonunlar bor. Masalan, Uyghur Genocide Intelligence Review Act, Uyghur irqiy qirg'inchilik istixborot ko'zdan kechirish qonuni degan nima. Buningda shu Amerika istixborotni Sharq Turkistondagi bo'layotgan irqiy qirg'inchilik to'g'riliq istixborot, ya'ni uchur egallashni majburlaydi bu qonun va bu uchurlarni parlamentga, ya'ni Amerika parlamentga yetkazishni yilda doklad qilib turish kerak. Masalan, Sharq Turkistonda Xitoy qanday irqiy qirg'inchilik qilib turyapti hozir, qanchalik odamlarimizni o'ltiryapti, nima ish qilyapti, hammasini echib qiladi, parlament doklad qiladi va xalqaro buni bilgandan keyin texnik kuchli tadbir ola oladi. Undan sirt Uyg'ur irqiy qirg'inchilikqa hisob so'rash va Xitoy amaldorlarini va shirkatlarni va boshqalarni jazolash qonuni bor, HR 8124. Uni talab qilishinglar kerak. Buning uchurlarning hammasini shu torbitimizdan topa olasizlar, Facebook saytimizdan topa olasizlar. Shu torbetda nim deyish kerak, qanday xatni topshirishlar yoki nimani talab qilsa hammasi yozig'liq. Shuni download qilib olsanglar bo'ladi. Va undan sirt sosyal medyadan foydalanib hammanglar buni shu torbatimizdan download qila olasizlar. O'zingizga masalan palanchi senatorni telefon qilyapman yoki palanchi congressman yoki congresswoman deb maydan yozib, o'zingizni shtatingni yozib, telefon qilib bo'lgandan keyin shuni rasmga tortib social medyada hashtag East Turkistan Lobby deb o'zingizniki shu telefon qilgan senatoringni yoki congressmanni tag qilib palanchi qonunni qo'llashingni talab qilamiz. Sharq Turkistonni besilib olgan davlat deb e'tirof qilishinglar uchun qonun o'tirib qo'yishinglarni talab qilamiz deb bu chaqiriqlarni qilishinglar kerak aziz qarindoshlar. Shuni menga yetarli tushuntira oldim. Agar boshqa tushunmaganlar bo'lsa yoki ya'ni uchur egilishing boshqa uchurlar kerak bo'lsa, bizga aloqalashsanglar bo'ladi. Shu ilxat orqali yoki telefon orqali. Aziz qarindoshlar, yana deymiz, bu bizning majburiyatimiz. Biz o'zimizga o'zimiz ega chiqmasak, boshqasi biz uchun ega chiqmaydi aziz qarindoshlar. Yalg'izlam tashkilotlarga yoki nima qillam atib qo'ysak bo'lmaydi. Xalq bo'lish sifati bilan o'zimizningki majburiyatimizni ado qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Tibetliklar shunda faoliyatlarni qilganlik uchun
ularniki davası bizninki qaraganda xil ilgir sürüldü ve ularniki meselesini asasen bütün Amerika parlament azaları tunuydu. Bizninkini tehiçi tunamavdı yani Şarkı Türkistan meselesini azır kadar tamamen tunugunu yok. Yani şu Uygur dese şu Uygur Xitayning asallık milleti deb hata tunuşlu ba bu Xitayning ichki meselesi deb hata tunuşları ba bununla biz xalq bo'lish sifatimiz bilan Amerikalik şu Amerikada yaşayotgan xalq bo'lish sifatimiz bilan Şarkı Türkistanlık Uygur bo'lish sifatimiz bilan biz bularga tushuntirishimiz kerak. Bu bizning majburiyatimiz. Bizninki bu hareketimiz çokum yaxshi natijalar keladi. Shuning uchun ma videoni o'z qarindoshlar, ammiya taqtinglar, atrofingdagi qarindoshlaringlarga, anglamaganlarga anlatinglar. Ma hareketni qilaylik. Az deganda bir ish yomon vaqt kelsa bir 10-15 minut vaqtimiz ketadi. Vatanimiz uchun, millatimizning kelgusi uchun, ajdodlarimiz, avlodlarimizning kelgusi uchun xalqimizning qutulushi uchun az bo'lsin bir 10-15 vaqtinglar, minut vaqtinglarni chiqarib, ma ishni qilinglar qarindoshlar. Yordam kerak bo'lsa, tushunmagan masalalar bo'lsa, yana aloqalasanglar, tushuntirishimiz. Qolgan uchurlarni, nima deyishni, qandaq materiallarni berishni hammasini shu ulanishda, surgun hukumatning ulanishda yozig'liq, shuningdan ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Yana ma videoni hamma taqib qo'yishinglarni talab qilaman va Washington DC, Maryland, Virginia atrofidagi qarindoshlar biz bilan qatnashib birlikda yuztarani berib ko'rishadigan ishlarga qatnashqinlar bo'lsa, vaqtinglarni chiqarib ishni biz bilan birlikda qilg'inlar bo'lsa, bizga aloqalashinglar. Biz nech ishg'ollar bilan hozirdan tortib appointmentlarni tuzib qo'ydik. Ve yana başka yerler bilen eğer Maryland, DC, Virginia atrofdagi başkaları qatnashqisi bo'lsa, ular bilan şu üzerindeki turishlik rayonidagi parlament a'zolari bilan ko'rishish uchun yoki shularning ishxonasi bilan ko'rishish uchun appointmentlarni olsak bo'ladi. Maniki muhimligini unutmanglar qarindoshlar. Yana takrorlayman. Hammanglar az deganda hech nima qilolmasanglarmi, sosyal media orqali, telefon orqali bo'lsa-mu, telefon qilib, anadagi sosyal media orqali manda faoliyatni, harakatni, lobbichilik harakatni vatan uchun, Sharq Turkiston uchun, bizimizningki avlodlarimizning kelgusi uchun qilamiz qarindoshlar. Rahmat. Xayr, Allohga emanet. New Yorkdagi Xitoy bosh konsuli Beyjingning vakolatchisi sifatida harakat qilgan deb ayblangandan keyin ishdan bo'shatilgan. New York pochtasi gazetining 4-sentabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Imperial shtatining sobiq boshqaruvchisining yordamchisi Linda Sun Xitoyga axborot yetkazish qilmishi bilan ayblangandan keyin Xitoy elchixonasining yuqori darajali katibashi uning bilan hamkorlashganlikdan ishdan bo'shatilgan. Manbalarning pochta gazetiga bergan xabarda aniq bo'lmagan ahvol ostida Linda Sun bosh elchi Huang Pingga davlatning faxri degan sharaflik nomini bergandan keyin Huang Pingga qarata gumon paydo bo'lgan. Vali Hujul muavin sekretar Kurt Campbell bilan Huang haqida o'tkazgan suhbatni tilga olib, "Men Xitoy Xalq Jumhuriyatining bosh konsuli va New York vakilining chegaradan qo'g'lab chiqarilishini talab qildim va bosh konsulning New Yorkda vazifada bo'lmaydiganligidan xabardor bo'ldim. Tashqi ishlar ministrligining muvofiq tadbir qo'llanib, Xitoy Xalq Jumhuriyatining xatarlik va kishini g'azablantiradigan harakatlariga javob qaytarishni talab qildim" degan. Hujul muxbirlarga Bayden hokimiyatidan Huangni qo'g'lab chiqarishni talab qilganligini aytgandan keyin Huang Ping pochta gazeti tarafidan chorshanba kuni Manhattandagi elchixona binosida bayqalgan. Hujul talbi ma'qullanganlikdan keyin piyiga tushmagan. Ammo Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Matthew Miller Huangni qo'g'lashning Amerika tuprog'idagi josuslik jinoyati bilan ayblanishdan boshqa sabablar tufaylidanmi planlanganligini o'ttirg'a qo'ygan. Pochta gazetining muxbirlari yetib kelganda konsulxona Huangning yanada vazifa ijro qilayotganligidan bishorat bergan. Konsulxona bayonotida bosh konsul Huang Ping odatdagidek vazifasini ado qilmoqda. Biz taraflarning xato uchurlarni sezgirlashtirishdan saqlanishni umid qilamiz deyilgan. Huangni qo'g'lab chiqarish haqidagi chaqiriq
Pochta gazetining tahrir hay'atining valiyning Nyu-York hukumati ijroiya palatasiga vakolatchi tiklaganlik uchun Xitoyga qarata federativ harakat qo'llanish kerakligini o'tirib qo'ygan maydonini aks ettirgan. Brooklyn Federatsiya sud mahkamasining aybnomasida Huang 42 qatam tilga ilingan Xitoy Xalq Cumhuriyatining birinchi darajalik katibashi ekan. Yangi Zelandiya jasuslik organi Xitoyning murakkab axborot tahdidi to'g'risida ogohlantirgan. İbarda Fes xabar torining 4-sentabr kunidagi xabarda aytilishicha, Yangi Zelandiyaning jasuslik organi eng yangi tahdidni bog'lab, Xitoy murakkab axborot andisini to'xtirdi. Yangi Zelandiya chet el aralashishining mag'duri degan. Yangi Zelandiya bexatarlik axborot idorasi seshanba kuni yillik tahdid dokladini e'lon qilib, Yangi Zelandiya ichida yomon g'arazlik harakat bilan shug'ullangan bir qancha davlatning aniqlanganligini, Xitoyning murakkab va aldamchilik taktikasini alayda o'tirg'a qo'ygan. Dokladda Beyjingning oldingi qatordagi tashkilotlarni ishlatib, yerlik guruhlarga singib kirib, Xitoy Kompartiyasi bilan moslashgan hikoyalar orqali to'plamning qarashini mos holda o'zgartirmoqchi bo'lganligini aytgan. Kishining diqqatini tortadigan bir misol Beyjingning rasmiy maydonini aks ettirgan Yangi Zelandiyadagi Xitoycha axborot organi bo'lgan. Odatdan tashqari bevosita til Yangi Zelandiyaning yaqindan buyon saylangan G'arbning an'anaviy ittifoqdoshlari bilan texnik quyuq moslashgan markaziy o'ngchil hokimiyatining tashqi siyosatining o'zgarishini aks ettirgan. Dokladdan ma'lum bo'lishicha, bu oldingi tashkilotlar doim to'plamni asos qilgan bo'lib, ularning haqiqiy ta'valigi, yo'nalishi va mablag' manbasi yoshirin ekan. Yangi Zelandiya bexatarlik axborot idorasi dokladida Yangi Zelandiyaning jo'grafiyalik o'rni va uning Tinch okeandagi roli chet elning ta'siriga nisbatan o'zini qo'g'day olmaydigan qilib qo'ydi deyilgan. Yana Rossiyaning Yangi Zelandiyadagi shaxslarning ommaviy bayonlar va ijtimoiy taratquv hisobotlarini nazorat qilganligini ko'rsatib o'tgan. Shundaqla ismini oshkorlashni xohlamagan bir davlatning ma'lum bir diniy guruhni chetga qaqish sharti bilan yerlik to'plamning faoliyatini mablag' bilan ta'minlash taklifini berganligini o'tirg'a qo'ygan. Bexatarlik amaldori Andrew Hampton dokladning Yangi Zelandiya duch keladigan tahdidga bo'lgan tunishini o'stirishni maqsad qilganligini aytgan. Bu yilning boshida Yangi Zelandiyaning bosh ministri Christopher Luxon davlatning jo'grafiyalik o'rni tufaylidan kelib chiqqan masalaga amdi bardoshlik berilmaydiganligini eskartgan. Xitoy Yangi Zelandiyaning eng cho'ng savdo hamrohi bo'lib, sut, go'sht va yog'och mahsulotlarini o'z ichiga olgan eksport 13 milliard 200 million dollardan oshadi ekan. Luxon ikki davlatning qimmat qarashida tubdan farq borligini, kelisholmaydigan taraflarning ko'pligini aytgan. Mavjudlik krizisi deyilganda shu aniq bo'lishi kerak ediki, krizis vatanda. Vatan ichidagi xalqning mavjudlik mujodalasini davom qildirishda. Vatan sirtidagi mujodalaning birinchi nishonimi vatan ichidagi mavjudlikning krizislariga qarshi tadbir ishlash. Har qanday ijtimoiylikqa yotadigan harakatlarni siyosiy g'oyaga xizmat qiladigan unsurga aylantirish bo'lishini talab qiladi. Vatan sirtidagi mavjudlik, vatan ichidagi mavjudlikqa qarashli qilinmaganda chet elda mavjudligini saqlash ideallarining hech birini haqiqiy ma'nosini topgan mavjudlik ko'rishi qatoridan hisoblag'ili bo'lmaydi. Balki bu siyosiylik jihatda vatan ichidagi krizisdan barbara yiroqlashish, millat, xalq huquqlarini vatan sirtidagi osonliq to'plamga yuklab ishlatish, vatan ichidagilarning mavjudligini o'zlarining mavjudligidan keyingi tizishga yotadigan tutum va kayfiyatlarni borliqqa keltirish kelib chiqadi. Burhan Muhammadning Manqurt Zihniyat va xiyonatlik ziyorat nomli maqolasidan elindi. Bizga vaqt ayirganlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.